Assalomu alaykum qadrdon obunachilar, kanalimiz muxlislari va O'rdak qishlog'imizning aholisiga. Bugungi bu videomiz qishlog'imiz o'rtasidagi Unkurmazor tog'idamiz. Mana shu yer Unkurmazor tog'i deyiladi. Bu yer esa O'rdak qishlog'imiz. O'rdak qishlog'imiz juda ham qadimiy davrlarga borib taqaladi. Tarixi juda ham qadimgi qishloqlar qatoriga kiradi. Bugungi video bu yerda video olishimizdan maqsad juda ko'p uzoq o'ylanib bu videoda chiqarsammi, chiqarmasammi deb qanchalardan beri o'ylanib kelib bugun shu videoni chiqarishga qaror qildik. Bu videoda O'rdak qishlog'imizni tarixi 2000 yildan oshiq tarixini ko'rsatmoqchimiz. O'rdak qishlog'imizdagi 2000 yillik tarix bugun ko'rsatiladi. Bu tarix mana shu qishlog'imiz o'rtasidagi mana shu Unkurmazor tog'ida. Buni ko'pchilik biladi, bilganlar biladi, bilmaganlar bilmaydi. Hozir mana shu tarixni hammaga ko'rsatmoqchimiz O'rdak qishlog'imizning aholisiga. 2000 yildan oshiq bu tarix. Qadimgi avlodlarimizdan qolgan mana shu tog'da, mana shu Unkurmazor tog'idamiz hozir. Mana bu tarafda tog'lar yo'lashib ketgan. Bu yerda qor turmaydi bu tog'da. Mana boshqa yerlarda qor turadi. Hamma yoqda qor turadi, bu yerda umuman qor turmaydi. Mana qishloqda ham bor qor. Narigi tog'larimizda ham qor bor. Nimagadir bu yerda qor turmaydi. Qor yog'adi, erib ketaveradi. Hadi boshladik. 2000 yillik tarixni ko'ramiz hozir. Qadrdon obunachilar, O'rdak qishlog'imizdagi muxlislarimiz, hamqishloqlar sizlarga ko'rsatadigan 2000 yillik tariximiz mana shu hovuzcha. Ko'rdinglarmi shuni? Mana shu yerda qadimda avlodlarimiz bug'doy, yana yurishlarida mana shu yerda yanchishgan. Bu juda ham mustahkam tosh mana atrofi. Mana shu yerda bug'doyni boshoqlarini olib kelib yanchishib, shamolga solib, bug'doy holatiga keltirib, buni yana bitta sherik bor, unda buni bug'doyda yanchib turib, un qilishgan. Ikki ming yildan oshiq tarix bu. Mana. Ko'rdingizmi? Ko'rdinglarmi? Buni hozir suvini oldik, mana qaragan yerlari suvdi. Nami bo'lib qoldi. Mana shu hovuzlar hozir internetda shov-shuv bo'layotgan hovuz mana shu. Buni mahalliy aholimiz keli ham deyishadi, so'qi deydi, o'g'ir deydi. Mana shu yerda bug'doy yurish nimalarini yanchib, mana shamol bo'ladi, bunday yozda ham g'irillab shamol bo'lib turadi. Bug'doyni yanchishib, mana shu yerda un qilib yanchishgan. 2000 yildan oshiq beryapti buni yoshini. Navoiy viloyati Nurota tumani Sentob qishlog'ida ham bor ekan. Ana shu videoni hozir o'rtadan ko'rsatib o'tib ketamiz. 2000 yillik O'rdakimiz tarixi bu. Hozircha 2000 yildan oshiq berilyapti. Demak, bizning qishlog'imizdagi ham bu keli, o'g'ir, so'qi deysa, bu ham 2000 yillik. Undan ham oshiqroq. Tarixga qiziqqanlar, O'rdak qishlog'imizni qachonlardan beri tarixi bilan qiziqishadi. Hozirgi kunda internet juda yaxshi ishlayapti, hamma yoqda aytib beradi. Qo'ying va menga podpiska tashlab qo'ying. Qiziqarli bo'lgan bo'lsa, hozirroq bitta like bosib qo'ying va menga podpiska tashlab qo'yish esingizdan chiqmasa, hammasi sizlar uchun va videolarimiz hali davom etadi.
Mana hamma teshik nimaga qilinganini bo'ylaysizlar. Bu o'zi juda ham mustahkam tosh, hech qanaqa taxta emas, boshqa emas, lekin mana shu teshikni o'zi 2000 yildan oshiq tarixga ega bo'lgan bo'lishi mumkin. Qadimda bu yoqda aynan ushbu qishloq vakillari har xil guruchlarni yoki shunga o'xshash narsalarni maydalash o'rnida foydalangan bo'lishi mumkin. Bu Sentob qishlog'i hisoblanadi. Bu yoqda ko'rishingiz mumkin, polniy toshlardan qurilgan uylar buzilib ketgan. Aytganimdek, juda ham tarixiy qishloq hisoblanadi. Video qiziqarli bo'lgan bo'lsa Hop, shunday ekan, mana O'rdak qishlog'imizda tarixi ham 2000 yildan oshiq. Hozirgi kunda aniqlik kiritish bo'yicha 2000 yildan oshiq mana shu tosh o'g'ir. Bundan odamlar guruch, bug'doy yanchib foydalanishgan qadimda. Yana bittasi ona. Qadrdon obunachilar, biz Andijon viloyati Xo'jaobod tumani O'rdak qishlog'imizdagi Unkir mozor tog'idamiz. Mana o'sha 2000 yillik tarix. O'rdak qishlog'imiz juda ham qadimiy davrlarga borib taqaladi-da. Mana doim chiqishadi bu toqqa. Bu tog'imiz juda ham qadimiy.